fuqarolar xavfsizligi va osoyishtaligini ta'minlash, mahallalar tinchligini asrash, tuman va mahallalarda maishiy ta'magirlik holatlariga barham berish borasida keng miqyosdagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'rganishlar olib borilyapti. Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, umuman aholi osoyishtaligini ta'minlash davlatimiz rahbarining doimiy e'tiborida. Mahallalarda huquqbuzarliklar profilaktikasini sifat jihatda yangi bosqichga olib chiqish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ham qabul qilingan. Davlatimiz rahbarining mazkur tashabbus va topshiriqlari asosida bugun mamlakatimiz bo'ylab katta masshtabdagi ishlar, har bir mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish, xavfsiz muhitni asrash va osoyishtalikni ta'minlashga doir muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu kunlarda parlamentning idoralararo ishchi guruhlari joylarda o'rganishlar olib boryapti. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Toshkent viloyatida joriy yilning dastlabki 4 oyida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar jumladan qotillik, bezorilik, bosqinchilik, o'g'rilik, firibgarlik, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining keskin kamayishiga erishildi. Yangi mexanizm va profilaktik choralar natijasida so'nggi 3 yil davomida kriminogen vaziyat og'ir bo'lib kelgan 136 ta mahallaning 69 tasida birinchi marta umuman jinoyat sodir etilmadi. Shuningdek, 46 tasida jinoyatlarning kamayishi kuzatildi. Aholimizni har bir xonadonini, har bir fuqarosi bilan yakka tartibda suhbatlashib, ularni muammolarini hammasini aniqlab, yo'nalishlariga yo'naltirdik. PQ1 sonli qarorining talablaridan keyin mana 2025-yilning bugungi kun holatiga birorta ham jinoyat sodir etilgani yo'q. Mazkur qaror vaqtida qabul qilindi deb hisoblayman va bu qaror asosida 7lik tomonidan joylardagi vakillar, nuroniylar, ko'chaboshilar, otinoyilar bilan hamkorlikda olib borilayotgan hamjihatlikdagi ishlarimiz mahallamiz aholisini manfaati uchun xizmat qilyapti deb hisoblayman. Prezidentimizning qaror asosida dastlabki choraklik davomida mahallamiz hududida hech qanday jinoyatchilikka yo'l qo'yilmadi. Moytepa mahallasi sariq mahalla toifasiga kirar edi. Bugungi kunga kelib yashil mahallalar toifasiga kirdi. Raqamli texnologiyalarga o'tish natijasida kameralashtirish,ga asosiy e'tibor qaratildi va ochilmagan jinoyatlarni ochish yoki barvaqt oldini olishga qaratilgan ishlar ham samarali tashkil etilayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qarorga asosan faqatgina ichki ishlar sohasi emas, jinoyatchilikka bugungi kunda har bir mahalla yettiligi, mahalla faollari, shuningdek har bir fuqaroning fuqarolik pozitsiyasini belgilab berildi desak, adashmagan bo'lamiz. 2024-yil yakuni bo'yicha qizil toifaga kiritilgan 198 ta mahallalarning 97 tasida jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan. Bu yangi tizim o'z samarasini berayotganidan signal beradi. Ish reja bo'yicha mahalla yettiligini nima ish qilish hammasi ko'rsatilgan. Mahalla raisi nima qilish kerak, yoshlar yetakchisi nimaga ahamiyat berish, hammani yo'nalishini tartibga solgan prezident qarorida. Mahallamizda yo'l xaritasi asosida ishlar tashkil qilingan samarasida hozirgi kunda Do'stlik mahallasi qizil mahalladan sariq toifaga o'tkazildi. Asosan jamoat joyida jinoyatlar ko'paydi. Shu bo'yicha prezident qaroriga asosan jamoat joyiga aqlli kameralar o'rnatildi. Tashvish tugmalari qo'yildi. Patrulniy guruhlar tashkil etilib, hammasi nazoratga olinib, 102 tizimi kelib tushgan xabarlarni mahalla yettiligi bilan birgalikda borib o'rganib, surishtiruv ishlarini davom etkazgan hisobiga hozirgi kunda sariq toifaga o'tkazildi. O'tgan yilning hisobiga 10 ta jinoyat bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda teng yarmi tashkil qildi. Asosan omillar nimadan kelib chiqyapti o'sha murojaatni? Ishsizlikdan, ichkilikdan, o'shalar bo'yicha hokim yordamchisiga ijtimoiy profilaktika obyekti bo'lgani sababli yo'naltirilyapti, xulosalar berilyapti. Mahalla yettiligi bilan ishlar tashkil etilyapti. Yil yakuni bo'yicha Do'stlik mahallasini yashil mahallaga aylantiramiz. Shuningdek, 708 ta mahallalarga zamonaviy video kuzatuv kameralari o'rnatilib, qo'riqlovga olinishi natijasida birorta ham o'g'rilik jinoyati sodir etilmadi. 102 tizimiga kelib tushgan xabarlar bo'yicha voqea joyiga yetib borish vaqti 10 daqiqadan 5-6 daqiqagacha qisqardi. Tumanimizda 44 ta mahalla fuqarolik yig'inlari mavjud bo'lib, bugungi kunda ushbu mahallalardan 10 tasiga 20 ta face kameralar, ya'ni shaxsni aniqlovchi kameralarni o'rnatish ishlarini boshlab yubordik. Bundan tashqari tumanimizdagi 2 ta zamonaviy turar joylarga o'sha domofon tugmalari o'rnatilib, o'sha qo'riqlash bo'limlariga ulanib, bugungi kunda o'sha profilaktik ishlar olib borilmoqda. Buning natijasida o'sha jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, jinoyat oshgan mahallalarda o'sha o'g'irliklarni oldini olish, ya'ni mahallaga kelgan begona shaxslarni to'g'ridan to'g'ri o'sha profilaktika inspektorini bugungi kunda planshetiga signal
orqali yetkazib turibdi. Albatta 4 oy davomida jinoyatchiligimiz keskin kamaygan. Boyagi muhtaram prezidentimiz qabul qilgan tarixiy qarorlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta ushbu qarordan so'ng elektron kameralar o'rnatib, har bitta ko'chalarda xonadonma-xonadon yurib, jinoyatchilik oldini olinmoqda. Bundan tashqari o'sha ichkilik ruju qo'ygan, profilaktik hisobda turganlarni ham xonadoniga mahalliy yettaligi 1 oyda 2 marta, 3 marta kerak bo'lsa, o'sha janjalkash oilalarning ham xonadoniga borib profilaktik tadbirlarni o'tkazish natijasida bugungi kunda yaxshi holatga o'zgarganlari ham ko'rinib turibdi. Har bir mahallada kriminogen vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar mahallalarimizni chinakam xavfsiz muhitga, jinoyatdan xoli hududga aylantirish, qolaversa huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga hissa qo'shmoqda.